Assalomu alaykum. O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi faoliyatida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida Iste'mol dayjesti orqali xabar beramiz. Federatsiya raisi Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy hamda Samarqand viloyati hokimlari bilan uchrashdi. Surxondaryo viloyati hokimi Qosimov, Qashqadaryo viloyati hokimi Azimov, Navoiy viloyati hokimi Tursunov hamda Samarqand viloyati hokimi Boboyevlar bilan uchrashuv davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iste'molchilar huquqlarini samarali himoya qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 296-sonli qarori ijrosini ta'minlash doirasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Muloqot davomida iste'molchilarning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, aholi murojaatlarini tizimli o'rganish, ularga tezkor va samarali yechim topish hamda fuqarolarning iste'mol madaniyatini yuksaltirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar yuzasidan atroflicha fikrlar almashildi. Uchrashuvlar yakunlariga ko'ra, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini yana takomillashtirish, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha qator amaliy vazifalar belgilab olindi. Surxondaryo viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Federatsiya raisi Jahongir Sarimsoqov rahbarligida Surxondaryo viloyati hududiy birlashmasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-oktyabrdagi PK 296-sonli qarori ijrosi doirasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini yangi bosqichga olib chiqish, hududlarda amalga oshirish lozim bo'lgan ustuvor vazifalar hamda mavjud muammolarni bartaraf etish, shuningdek 2025-yil davomida sohada olib borilgan ishlar atroflicha muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida tizim faoliyatini yanada takomillashtirish, hududlarda ishlarni jadallashtirish hamda aholining huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha aniq topshiriqlar, tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Navoiy viloyati 9.200.000 so'mga sotib olingan nosoz muzlatgich yangi sifatlisiga almashtirildi. Xatirchi tumanida yashovchi fuqaro M.M. O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 ishonch raqamiga murojaat qilib, 9.200.000 so'mga xarid qilgan muzlatgich nosoz holatda chiqqanidan shikoyat qilgan. Mazkur murojaat Xatirchi tuman Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati mutaxassislari tomonidan o'rganilishi jarayonida iste'molchining da'vosi asosli ekani aniqlanib, nosoz muzlatgich yangisiga almashtirib berildi hamda muammo ijobiy hal etildi. Tomdi tumanida federatsiya raisi stipendiyasi topshirildi. Federatsiya raisining o'quvchilar o'rtasida iste'mol madaniyatini shakllantirish va huquqiy ongni yuksaltirish maqsadida joriy etilgan maxsus stipendiyasi Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi 12-sonli umumta'lim maktabi 10-sinf o'quvchisi Janabayeva Aynisa Amirxonovnaga topshirildi. Tadbirda tuman jamiyati va maktab ma'muriyati vakillari tomonidan mazkur tashabbus yoshlar o'rtasida iste'mol madaniyati va huquqiy bilimlarni keng targ'ib etishga xizmat qilishi ta'kidlab o'tildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi iste'molchi murojaati samarali yechim topdi. Nukus shaharlik iste'molchi N.T. shahardagi EU savdo do'konidan 2.600.000 so'mga sotib olgan Moon X43 markali televizordan nuqson aniqlangach, u do'kon mas'ullariga tovar nuqsonlarini bepul bartaraf etib berish talabi bilan murojaat qilgan. Qonuniy talab bajarilmagach esa Nukus shahar jamiyatiga murojaat qilib, amaliy yordam ko'rsatilishini so'raydi. Jamiyat mutaxassislarining do'kon mas'ullari bilan bu borada olib borgan muzokaralar natijasida iste'molchi huquqi tiklanib, nuqsonli televizor boshqa maqbul sifatdagisi bilan almashtirib berildi. Namangan viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga oid bilimlarni oshirishga qaratilgan seminar bo'lib o'tdi. Namangan davlat texnika universitetida professor o'qituvchilar ishtirokida iste'molchilar huquqlarini bilishga bag'ishlangan targ'ibot seminari tashkil etildi. Namangan viloyat hududiy birlashmasi, Davlatobod tuman hamda Namangan shahar jamiyatlari hamkorligida tashkillangan mazkur tadbir davomida ishtirokchilarga iste'molchilarning qonuniy huquqlari, ularni himoya qilish tartibi va amaldagi qonunchilik yuzasidan tushuntirishlar berib o'tilib, federatsiya uning hududiy tuzilmalariga murojaat qilish tartiblari targ'iboti olib borildi hamda ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Toshkent viloyati oziq-ovqat mahsulotlari sifati doimiy nazoratda. Aholi salomatligini muhofaza qilish, iste'molchilarni sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda federatsiyaning Toshkent viloyatidagi hududiy tuzilmalari tomonidan o'z hududlaridagi savdo shoxobchalari, dehqon bozorlar hamda umumiy ovqatlanish obyektlarida realizatsiya qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati hamda xavfsizligini ta'minlash yuzasidan monitoring ishlari olib borilmoqda.
Qashqadaryo viloyati iste'molchi hushyorligi jamiyat foydasiga. Sabab tumanida yashovchi fuqaro UI Shahrisabz shahrida joylashgan maishiy texnika savdo majmualarining biridan 1 million 300 ming so'mga elektr pech xarid qilgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan elektr pechi ishlamay nosoz holga kelib qolgan. Iste'molchining bu borada do'kon rahbari bilan olib borgan muzokaralari ijobiy natija bermagach, masalaga Shahrisabz shahar jamiyat mutaxassislari aralashuvi bilan nuqsonli elektr pechi sotuvchiga 1 million 300 ming so'm pul esa iste'molchiga qaytarildi. Buxoro viloyati 24 millionga sotib olingan tilla buyumlarning sifati past bo'lib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi chakana savdo qoidalariga ko'ra zarur sifatda bo'lgan taqdirda qaytarib olinmaydigan yoki shunga o'xshash tovarga almashtirilmaydigan tovarlar ro'yxatidagi nooziq-ovqat tovarlari bilan savdo qiluvchi ayrim sotuvchilar u yerdagi normalarni noto'g'ri talqin qilishlari, xususan zarur sifatdagi degan jumlaga e'tibor qaratmasliklari iste'molchilar bilan muomalada turli tushunmovchiliklar kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan Qorako'l tumanida yashovchi K.A. tomonidan xarid qilingan tilla buyumda nuqson mavjud bo'lgani holda sotuvchi iste'molchiga tovarni almashtirish yoki pulni qaytarishdan bosh tortgan. Masalaga Qorako'l tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati mutaxassislari aralashuvi hamda qonunchilik normalarining tushuntirilishi bilan muammo hal etilib, shartnoma bekor qilingan hamda boshlang'ich to'lov summasi iste'molchiga qaytarilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali kuzatishda davom eting.